10 mingga ketish uchun yo'l chizib beradi. U 5000 qo'ydimi, u 10 000 qo'ydimi, o'sha maqsadi uni qo'rqitadi. Ya'ni o'shanga chiqa olmayman degan to'siqlari bo'ladi. Siz bu 10 minggacha bo'lgan jarayonni emas, 1000 gacha bo'lgan jarayonni tahlil qilasiz. U 1000 ga kelish uchun nimalardan voz kechdi? bugun suhbatimiz qisqacha suhbat bo'ldi va biz bunaqa suhbatlarni juda ham ko'p qilishimiz mumkin. Faqatgina siz bizga sizni qiynayotgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilar. Mana biz yana siz bilan muammoga yechim izlash bo'yicha bugungi ko'rsatuvimizni qilmoqdamiz. Bugungi ko'rsatuvimizning maqsadi menga juda ham ko'plab insonlar energiyasizlik, pulim yo'qligi va qarzdorligi va aynan bitta maqsadda keyingi maqsadga o'ta olmasligi bo'yicha murojaat qilishadi. Va bu bo'yicha bugun psixologimiz Nigora Hafizova bilan birgalikda yechim topamiz. Nigora opa, men hozirgacha juda ham ko'plab insonlar bilan ishlayman va o'zim bir qiynalganimda yoki qaysidir joydadir to'siqqa botganimda ustozlarimdan yo'l olaman yoki men juda ham ko'plab muammolarim bo'lganda psixologiya bilan yechim topaman. Endi psixologiya katta narsa bu. Uni ildizi bizlarni o'sha bittagina muammomizni ildizini olish uchun bu katta proses ketib qoladi-da. O'zimiz ishlaymiz desak, shu uchun men doim siz bilan maslahat qilaman. Mana kechagina misol uchun gaplashganimiz o'zida menda juda katta anglash va bu anglashlarni insonlarimiz bilan va bizni kuzatuvchilar bilan ham bo'lishkim keldi va bu ko'rsatuvni siz bilan olmoqdaman. Bundan ancha oldin ham biz bitta ko'rsatuv qilgan edik, muammoga yechim degan va o'sha ko'rsatuvimizdan juda ko'p muammolarni ochib berganmiz. Ba'zi birlar ko'rdi, ba'zi birlar ko'rmadi, lekin bu ko'rsatuvni barcha ko'rish shart deb o'ylayman. Sababi bugun biz A nuqtadan B nuqtaga qanday o'tamiz va qanday qilib eski energiyani yangisiga almashtiramiz, bugun shu haqida gaplashamiz. Nigora opa, mana keling, men o'zimning shaxsan savolim bor. Men bir maqsad qo'yaman. Misol uchun keling, ko'pchilik mana pul bo'yicha maqsad qo'yamiz. Men aytaman, seni daromading misol uchun 1000 da bo'lsa 5000 qo'y yoki 5000 da bo'lsa 10 000 qo'y degan bir maqsadlar bo'ladi insonda. Shu maqsadni qo'yganimizda o'sha maqsaddan qanaqadir boramiz deganda bizda qo'rquv paydo bo'ladi. 99% odamlar bilan gaplashganimda, ko'p odam bilan gaplashganimda qila olmayman, qo'limdan kelmaydi degan qo'rquvlar bor. Ya'ni men buni energiyasizlikka yo'ydim. Kecha buni gaplashganimizdan keyin, ya'ni bizda o'sha eski energiya bor. Qila olmayman, qo'limdan kelmaydi degan. Shunga keling, siz bilan kecha gaplashgan gaplarimizni bugun ommaga taqdim etsak. Mana qarangda, ko'pchilik hozir maqsad qo'yib turadi-da. Lekin u insonni maqsadni qo'yishlikdagi holati qanaqaligi inobatga olinmaydi. Misol uchun hozir siz menga aytyapsizki, opa, men 5000 dollarga chiqqanimni bilasiz. Men endi 10 000 dollarga stabil qolishim kerak. Lekin men bu holatga chiqa olmayapman. Sababi nima? Bu joyda ko'pchilik nima qiladi? Xo'sh, 10 mingga ketish uchun yo'l chizib beradi. Lekin siz u yo'ldan yura olmasangiz-chi, yurishga qo'rqsangiz-chi, u 1000 ta yo'l tuzib berilsa ham foydasi yo'q. Shu uchun men bitta narsani tushundim, bu o'zimni tahlil qilganim va mijoz, chunki hozir o'sha erkaklar bilan ham ishlayapman. Erkaklar bilan ishlagandan keyin pul. Va bu yana ham menga ochiq bo'ldi. Mijozni keyinga emas, orqaga qaytarish kerak ekan. Ya'ni hozir siz 5000 ga keldingiz, okey? 10 mingga ketishingiz kerak. Uni xotiraga saqlaymiz, lekin biz 5000 dan 0 ga qarab boramiz. Ya'ni birinchi pul topishingizdan 5000 ga qadar nima jarayonlar bo'lgan, o'sha tahlil qilinishi kerak bo'ladi. Maqsad qo'yish foydasi yo'q. Endi keling, mana shu yerda bitta ochib ketishim kerak bo'lgan narsa bo'ldi. Biznes egalari, ya'ni biz ham dars beramiz. Misol uchun men o'zim ham maqsad qo'ydirsam, ko'pchilik aytadi, maqsad qo'ying qani deyman, o'zini miyasidan kelib chiqib qo'ying deyman.
bir kishi misol uchun 5 million topayotgan bo'lsa 10 million deb qo'yadi. Bu norma, bu norma. Chunki uni aqli ishonadi o'shanga borishiga. Kimdir qo'yadi $10,000 yoki Yo'q, $100,000. o'sha 1 milliondan masalan 1 milliondan 10 millionga qo'ysa ham bora olmaydi. Yo'q. Nima uchun? Men hozir ana shu yerni aytay. Aha. Sababi 1 milliongacha kelgan jarayonni muhim, aniqlashi muhim. Yo, men shuni tushundim, siz tushundim. Shuni faqatgina demoqchimanki, bizada shunaqa mana biznes egalari faqatgina biznes yo'nalishi bilan tushuntiradi, psixologiya bilan emas. Yo'q. Shu uchun hozir shuni aytmoqchimanki, misol uchun u 5,000 qo'ydimi, u 10,000 qo'ydimi, o'sha maqsadi uni qo'rqitadi. Ya'ni o'shanga chiqa olmayman degan to'siqlari bo'ladi. Siz boya aytganingizdek, yo'llari bo'ladi. Masalan, mana bunday bo'lsang, masalan, o'nta mijozga bunaqa xizmat ko'rsatsang, buncha topasan. Misol uchun mana buncha sotuv qilsang, mana buncha pul topasan degan nimalar berishadi. Shablonlar berishadi. Lekin uni qila olmaydi. Nima uchun? Nima uchun qila olmaydi? Va shuni keling, mana ortga qaytamiz. Demak, nima uchun qila olmaymanga javob ortga qaytish kerak ekan. Yaxshi, ortga qaytdik. Ortga qaytish, misol uchun deylik, o'zim holatimda olaman. Oxirgi marotaba 2023-yil yoki 22-yil, hozir uncha eslay olmayman. Bir potokda 780 ta ishtirokchi olingan menga. Kursimga. Kursingizga sotuv bo'lgan. Sotuv bo'lgan 780 ta ayol. Ham guruh, ham kanal holatida. Tabiiyki, men uncha o'quvchiga tayyor bo'lmaganman. Ya'ni misol uchun keling, bunday deb olaylik, siz 100 tagacha dars berib yurgansiz. 200-300 tagacha dars berib yurganman. Birdaniga 780 ta odam yig'ilib qolgan. Va bu yerda qo'rquvmas, munosabat yo'qligi uchun uncha odam bilan boya nima dedim, munosabat joyida bo'lish kerak. Munosabatni o'rnatishni bilishimiz kerak. Men 780 ta ishtirokchi bilan munosabatga qiynalganim uchun ham u ishtirokchilardan men qiynalib qolganman. Jahlim chiqqan joyi bo'lgan, norozi bo'lgan joyim bo'lgan, xafa bo'lgan joyim bo'lgan, aybga kirgan joyim bo'lgan, ayblagan joylarim bo'lganmi? Miya nima deb oldi menga? 780 ta ishtirokchi xavf va sochun. O'shandan keyin men uncha ishtirokchi qila olmadim. Istasam ham, hattoki 200 ta ishtirokchi qila olmadim. Nimaga? Chunki oldingi jarayonimda menga holat qolgan xavf. Ya'ni siz uchun muammo u. Muammo, katta muammo. Katta muammo. Endi mana bugungi kunda keling, sal nimaroq qila oladigan bo'lsa, produserlar bor. Produser degani bu bitta psixologni oladida, uni kursini sotish uchun zapusк qiladida, kursini sotadi. Menga ham juda ko'p insonlar keladi. Men deydi paloncha bilan ishladim. Ular deydi reklamaga $10,000 tikdik yoki $1,000 tikdik, targetga buncha pul tikdik, mana buncha $5,000 pul sarfladik deydi, lekin umuman sotuv bo'lmadi deydi. Buni sababi men aytamanki, seni energiyang yoki seni o'sha nimang yetmadi kuching. Qachon inson o'zingiz aytganingizdek 780 ta insonga kuchi yetganida u o'sha 780 ta odamni olib kelib biladi. Masalan, men ishonaman o'zimga, misol uchun sizga 1000 ta odam keltirib berishimga. Ya'ni men produserman. Lekin siz 100 ta odamga dars o'ta olasiz. Bu xato. Shu uchun nima qilishimiz kerakki, ham o'sha men ishlayotgan mutaxassisim, men endi ko'proq bilasiz, daromadni oshirish bo'yicha ishlayman. $1000 da keling, o'rtacha $1000 topayotgan o'quvchimni 10,000 ga olib chiqishim uchun nima etaplardan olib o'tishim kerak yoki qanday olib chiqishim kerak? Demak, mana shu boya aytganimdek, biz nimanidir xohlaymiz. Misol uchun 10,000 daromad xohlaymiz va menga o'sha vaziyat berildi. Men u vaziyatda yashab ko'rganimdan keyin tayyor bo'lishim aniq edi, lekin men o'sha yerda nima qilaman? Norozi bo'laman. Dodvoy qilaman. Mana
siz xohladingizmi, u ho'l qurug'iga rozi bo'lishingiz kerak bo'ladi. Rozi bo'lmaganingiz uchun ham keyingi bosqichga chiqolmaysiz. Demak, men nima qildim? Mana 10 mingdan keyinga chiqishim uchun chiqolmayapmanmi? 10 minggacha bo'lgan yo'llarimni qayerlarda norozi bo'lganman? Men demak 10 mingdan keyinga chiqishim uchun kamida 10 ta ishchi kerak. Men nima qilganman? 3-4 ta ishchi olganimda ishchi bilan konflikt bo'lgan, munosabatga kirisha olmaganman, xafa bo'lib qolganman, norozi bo'lib qolganman. Yoki ko'p auditoriya istaganim bilan u auditoriyani eplolmaganim uchun undan ham norozi bo'lganman. Xullas kalom 10 minggacha bo'lgan joyda juda ko'p joylarda norozi bo'lganim uchun, ya'ni aytmaganman, baraka topkur, sen birinchi marta qilyapsan, o'xshamasligi tabiiy, qiynalishi tabiiy, seni chuv tushirishlari tabiiy. Keyingi safarlarda buni to'g'rilab ketishing mumkin deb o'zimni qo'llab-quvvatlamaganman, o'zimga nisbatan aybga kirib ketganman. Va demak, o'sha mijoziz holatida ham $1000 topyaptimi, u 1000 gacha bo'lgan jarayonni tahlil qilasiz. 10 minggacha bo'lgan jarayonni emas, 1000 gacha bo'lgan jarayonni tahlil qilasiz. U 1000 ga kelish uchun nimalardan voz kechdi? Balkim vaqtidan voz kechgandir, balkim oilasidan voz kechgandir, balkim yana nimadandir voz kechgandir. Mana shu yerda yana bir narsani aytaman. Mana ko'pincha biz karyera holatida nimadandir voz kechamiz. Shunday. Ya'ni oilaga vaqt ajrata olmayotgan bo'lishi mumkin, farzandlariga. Men ko'rsin, o'sha $1000 ga kelsa, qarasa eri qolib ketgan. Endi u men nima deydi? Hozir biz 5000 ga chiqsak, o'zi $1000 ga erini eplolmagan edik. Endi ersiz qolib ketamiz. Qo'y shu $1000 ga yuraveraylik deydi. Tushundingiz? Demak, o'sha $1000 gacha bo'lgan jarayonda qayerlarda o'zini xato qilganman deb o'ylaydi, norozi bo'lganman deb o'ylaydi, aybdor hisoblaydi yoki boshqalarni, o'shalarni tahlil qilish kerak bo'ladi. Bular hammasi to'siq. Ularni tahlil qilganingizdan keyin to'siq yo'qolib 2000, 3000 ga chiqib ketaverar ekan. Faqat oldin o'tganni tahlil qilish kerak bo'lar ekan. Ana sizga aniq formula. Faqat tahlil qilishni o'rganishingiz kerak. Xuddi shunday. Nigor opa, hozir suhbatimiz davomida shu narsalarni tushunyapmanki, inson bir muammoga keldimi, demak o'zi bilan analiz qilib olish kerak yoki bir mutaxassis bilan analiz qilib olish kerak. Endi to'g'risini aytaman, biz endi men 8 yil bo'libdi psixologiyani ichidaman, ya'ni siz bilan birgalikda. O'sha 8 yildan beri izlanamiz, holi izlanishdamiz. Holi izlanamiz. Misol uchun mana hozir ham shu kadr ostida shuni gaplashib oldikki, qancha muammolarni, qancha bir yechimlarni orasida biz nimani topdik? Nimani topdik? Biz munosabatlarni yaxshi emasligini topdik. Ya'ni samimiy hozirgi kunda keling insonlarimizda samimiy munosabatlar yo'qoldi. Tabiiylik yo'qoldi. Baribir energiya, yaxshi energiya, tabiiy energiya bu hozir pul. Boya energiyani pul haqida gaplashdik. Shuni aytmoqchi bo'lganimki, insonlar qanchalik o'zi bilan yaqin bo'lsa, ya'ni do'stlari bilan, oilasi bilan munosabatlarda yaxshi bo'lsa yoki boya aytdik, mana Suhrob bilan analiz qilganimizda ishida bir odam ketmon chopyapti-da, nolib chopyapti yoki bir odam uyni remont qilyapti, kimdir uyini remont qilyapti, norozi yoki ayol ovqat qilyapti, ishidan norozi. Ya'ni ovqat qilyapti, norozi. Ya'ni u ishi unga xayr baraka, ya'ni unga pul keltirmayapti. Yoki baxt keltirmayapti. Yoki baxt keltirmayapti. Ya'ni o'sha oilada nimalik yo'q. Garmoniya yo'q. Garmoniya yo'q. Yoki misol uchun kimdir qo'lida bo'lib ishlaydi, mehnat qiladi, lekin norozi. Biz gohida endi biz tadbirkorlar yoki o'sha bizni kuzatuvchilarga shuni aytib qolamanki, har bitta ishimizda menimcha jarayonni kuzatishimiz muhim ekan. Men shuni tushundim. Ya'ni o'sha jarayon plus minusini kuzatib unga rozi bo'lish. Juda ham muhim. Rozi bo'lish kerak. Misol uchun Ibrohim Gulyanov ustozimiz bitta gaplari bor. Ishching deydi, 5 ga emas 3 ga ishlasa ham
uni 5 deb qabul qil. Endi bu gapdan men endi ma'nosini endi tushunyapman. Endi biza buni 5 qilgancha yaxshi tushunadi degan tadbirkorlarda shunaqa tushuncha bo'lgan. Hozir endi uni psixologik tushunadigan bo'lsam, demak, o'sha yaxshi ishlamasa ham norozi bo'lma u ishchidan. O'sha ishiga rozi bo'lib, o'sha berayotgan pulingga rozi bo'lsang, yo'l ochiladi. Yo'l ochiladi. Agar men norozi bo'lsam, keling, siz bilan ketayotgan bo'lsam, siz bilan xafa bo'lsam, munosabatim yaxshi bo'lmasa, siz bilan yurgim kelmaydimi? Nima qilaman? O'zimni dangasalikka qo'yib olaman yoki ishim chiqdi, men hozir borib kelaman deymanda qochib ketaman. Qachon inson o'sha atrofida yoki o'sha ishida munosabati demak zo'r bo'lsa, ish yurishib ketar. Munosabatni joyiga qo'ya olsa va munosabatlarda plus minusga ko'nsa, mana bugun ham bir ayol aytayaptilar-da, men qarindoshlarim bilan zo'r edim va oldin sen qarindoshlaring bilan yaxshi emassan deyishsa, men xafa bo'lardim-u, menga haqiqatan aytganlar. Nigor, men qarindoshlarim bilan zo'rman. Bitta narsa deganman. Biz kim bilan zo'r bo'lsak-da, bir oy o'sha odam bilan yashang, baribir konflikt bo'ladi. Xohlaysizmi, yo'qmi? Bu norma. Bu norma. Bu degani sen munosabatlarda insonlar bilan yomonsan degani emas. Da, haqiqatdan ham bugun aytayaptilarki, o'sha mana ancha bo'ldi kelganimga boshqa davlatdalar va konflikt boshlandi deyaptilar munosabatlarda. Ya'ni xafa bo'lib ketish emas, rozi bo'lish, ya'ni uni plusiga ham minusiga ham, aytdim mana qarindoshingizni plus minusiga ko'nmayapsizmi? O'shancha yo'q sizga. Bu menga ham tegishli. Bu sizga ham tegishli, bu hammaga tegishli. Ya'ni siz munosabatga kirishga faqat okey tomonini olasiz, deylik. Demak, sizga u munosabat yo'q. Chunki unaqa munosabatni o'zi yo'q. Siz ho'li bilan qurug'iga rozi bo'lishingiz kerak. Ya'ni men siz bilan munosabatga kirib ishlayapmanmi? Men sizni minusingizga ko'nishim kerak. Siz meni minusimga ko'nishingiz kerak. Yoki insonlar bilan munosabatga kirishyapmizmi? Biz uni faqat plusi uchun emas, uni minusiga ko'nsakkina uni plus minusi sizga ishlab beradi. Endi mana keling, men hayotda ham hozir bir narsani guvohi bo'lganman va o'zim hayotimda ham bo'lgan. Endi juda ko'p insonlar bilan ishlaganmiz. Biz misol uchun mehnat qilganmiz. Balki bizni qayerdadir xatoyimiz bo'lgan va uni ham aytganki, u menga aytmagandir, balki shunga hozir aytmagay degandirda, u meni pulimni bermagan, men uni o'sha ishni qilib bermaganman. Ya'ni men undan norozi bo'lib yurganman shu kungacha ham. Demak, misol deb olaylik, endi shunaqa misol deb oladigan bo'lsak, demak, men undan rozi bo'lishim kerak. O'sha o'zimni nimamni tushunib, ya'ni bermaganiga va u ham mendan rozi bo'lish kerak. Shundagina unda ham o'sish, menda ham o'sish bo'ladi. Yoki yana ham bitta narsa keldi hozir shu yerni o'zida. Keling, mana ikkalamiz ish boshladik deylik. Minuslarni ro'yxat qilib chiqishingiz kerak bo'ladi o'zingizga. Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Sizni masalan, nima bo'lsa siz mendan xafa bo'lasiz. Masalan. Keling, misol uchun deylik, juda zo'r, misol uchun mana Nigor opa bilan ish boshlasak, masalan, yoki keling, xuddi shu misolni siz o'zingiz endi insonlarga nima bo'lishi uchun hamkoringiz bilan yoki ishchingiz bilan kelisha olishingiz kerak. Misol uchun ishchi aytishi mumkin, men kech kelib qolishim mumkin. Meni aybim shunda, siz bundan xafa bo'lmasligingiz kerak. Men aytaman, endi siz bilan kelishadigan bo'lsam, Nigor opa, men soat 2 da dedimmi, 2 da siz tayyor bo'lishingiz kerak deyishim mumkin. Misol uchun Nigor opa, bugun syomka qilamiz desam, o'sha kuni siz hamma yig'ishtirib ishingizni rozi bo'lishingiz kerak deyishim kerak. Misol uchun endi shu misol uchun vajni beradigan bo'lsam, siz aytishingiz mumkin, Mirali, menga sen vaqtida videoni chiqarishing kerak yoki mana shuni chiqarishing kerak deb kelishing. Bu plyuslar bo'ldi. Endi o'sha minuslarni ham yozib chiqishingiz kerak. Ya'ni Nigor opa vaqtida tayyor bo'lmasligi mumkin, syomka vaqtiga ketib qolishi mumkin, yana umuman nimadir qilishi mumkin, отказ qilishi mumkin, yoki davom etmasligi mumkin, yoki to'lovni qilmasligi mumkin. Chiqdi. O'shanga ko'nasiz. Agar siz munosabatlarda yoki o'sha bir inson bilan munosabatga kirishganda mana shu hozirgi biz aytgan strategiyani qo'llaydigan bo'lsangiz, juda ham zo'r bo'ladi, haqiqatdan ham. Demak, men ham sizni ana shuna minuslaringizni tahlil qilib, agar shunaqa holatga ko'nmasang,
davom ettira olmaysan. Demak, sen ko'nishga tayyormisan deb Ha. ko'nib Keyin harakatni ish boshlash kerak. ana shunday. Misol uchun faqatgina bu bizani ishimiz. Luboy Ixtiyoriy masalan mana holatda. keling usta uyni ravon qilmoqchi bo'lsa, demak o'sha usta kirib ishni boshladimi, agar o'zini kamchiliklarini topadigan bo'lsa yoki o'sha nimalarni aytgandan keyin pul bermasa ham rozi bo'lishga kirsa, u kirish kerak o'sha ishga. O'shanda ish o'xshab ketadi yoki bu hattoki turmush qurish holatida ham bo'lishi Endi bu mumkin. baribir ham bitta narsa bor, o'ziga bo'lgan ishonchda hamda. Ha. Endi ko'p narsaga bog'liq. Lekin hech bo'lmasa siz miyaga buyruq berasizda. Miya o'sha vaziyat kelganda triggerovat qilmaydi sizni. Bezovta qilmaydi. Masalan, men kech qolsam yo siz kech qolsangiz, biz ko'ndikku. Miya silliqqina o'tkazib yuboradi. Bugungi suhbatimiz qisqacha suhbat bo'ldi va biz bunaqa suhbatlarni juda ham ko'p qilishimiz mumkin. Faqatgina siz bizga sizni qiynayotgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring va bugun siz bilan Nigora Hafizova psixolog va marketolog Murod Ramazonov bo'ldi. Bugungi suhbatimiz samimiy suhbat va o'zimizda ishlatayotgan, o'zimizda amal qilgan tajribalarni sizlar bilan bo'lishdik. Salomat bo'ling.